Salom hammaga, meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim uchun ko'ramiz, kitob ochamiz. TikTok, YouTube kanalimga ham kirib ko'rishlaringiz mumkin. U yerda har kun ko'rib chiqamiz. Osiyo Aura deb yozsangiz YouTube'da chiqadi. Bu yerda ko'proq qo'yib boraman. O'sha uchun nimaga ham kirib podpiska bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Xullas ketdik. Folnoma kitobidan ko'raman. TikTokda umuman chiqarmaganmanmi, nima YouTube'da ko'p chiqarganman. Oldingi kanallarimda ham YouTube'da chiqarganman. Nimada chiqarmagan bo'lsam kerak, TikTokda chiqarmaganman. Bo'lmasa boshladik. Toza bo'lib, chiroyli bo'lib, bitta joyga o'tirib olib, chunki bu kitob ochish, bunda tahorat olib toza bo'lishlaringiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Niyatlaringizni toza qilib, ichlaringizga aytib, tinch joyga o'tirib olib, kitob bu shifolanasizlar. Kimga sehr, jodu, amal bo'lsa yoki kimda ko'z tekkan bo'lsa, suqlanish bo'lgan bo'lsa, o'shalar ketiladi kitob ochganda. Shu uchun ham niyatlaringizni toza qilib, keyin o'tirib olinglar. Ko'zlarimizni yumib ko'ramiz. Ish, omad, baraka, aqlimizdagi insonning holati, energiyasi bizga qadam tashlab keladimi, bizga qanday maslahatlar beriladi, shundan ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Nauzubillahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Kitob bizga yo'l ko'rsatsin. Mo'mopirlarim, bobopirlarim, pir ustozlarim, azodaxonlarim, xizmatga kelinglar. Podpischiklarimni, meni TikTokdagi barcha podpischiklarimni ko'ramiz. Ularga shifoli bo'lsin, ularni dardiga shifo bo'lsin, ularni chigal holatda turganim mushkullari oson bo'lsin, problemalardan chiqib ketsin, muammolardan chiqib ketsin, yo'llari ochilsin, yuzi yorug' bo'lsin. Oilaliklar oilasi buzilayotgan bo'lsa, oilasi bilan tinchib ketsin. Shifo talablarga shifo, farzand talablarga farzand, baxt talablarga baxt tilab qolaman. Uy olmoqchi bo'layotganlar, ilohim mushkullaringiz oson bo'lsin. Uyli bo'linglar, mashina olaman deganlar, musofirchilikda yurganlar, ilohim hammalaringizga xayrli, shifoli kitob ochirim bo'lsin. Boshladik, hammalaringizga xayrli bo'lsin ilohim. Bu kitobimiz qani nima deydi? Barcha meni TikTokdagi podpischiklarim uchun niyatlarini oldim. Ichida nima niyatlari bo'lsa ilohim, Allohim ularni ko'rib turibdi. G'oyibidan ilohim yetkazsin. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir kerakmas narsalarga asabiylashmang ekan. Bilib turibsiz o'sha narsa kerakmasligini. Arzimaydi, kerakmas o'sha bir narsa uchun asabiylashib, nervi chit qilib, bir kishi sizga nimadir dedimi, u gapga ishonmang. Nimadir kovla qildimi, unga ishonmang. Chunki bir narsa qilib sizni yuragingizni og'ritmoqchi bo'lib turibdi. Nima desinki, sizni mana shu yerda sindirib qo'yishni xohlayapti. Yuragingiz sinsa, energiyangiz ketib qoladi. Keyin shunda ish qilgingiz kelmaydi, sog'ligingiz ham yomonlashib ketaveradi. Aynan shu uchun har bir narsaga umuman siqilmang, asabiylashmang, asablaringizni saqlang. Chunki juda ham asab bilan turibsiz. Shu bir kishi bir narsa desa, o'shanga siqilib qolib, o'zi yiqilib qolasiz, orqaga ketib turasiz. Mana shunaqa holatingiz bor ekan. Mana shu uchun ham har kimning gapiga ishonavermang, har kim bilan ham suhbatlashavermang, o'zingizni uzoqlashing. Shunaqa insonlardan uzoqlashing. Nima qilsa qilsinki, sizni sindirmoqchi bo'ladilar. Bir qattiq gapirib qo'yib, sizni nimangizga, asabingizga tegadigan gap topib, sizni sindirmoqchi bo'ladilar. Bu yerda o'zingizni boshqacha tutmang hayotda. Boshqacha, endi hammadan boshqacha o'zingizni tutmang. Ayrim insonlar bor ekan shunaqa. O'zingizni ko'p katta tutmang deb turibdi. Ko'p hammadan xafa bo'lavermang.
Kim nima desa desin deng. Hammasini Allohga topshirdim deng. Nimadir olgansiz, o'sha bir narsa olasizmi, o'shanga pushaymon bo'lar ekansiz. Oldingizmi, pushaymon bo'lmang ekan o'sha narsaga. Ko'proq ilm olishga harakat qiling ekan. Ilm olish, nimanidir o'rganish, o'z ustingizda ishlashga harakat qiling ekan. Shundagina hayotingiz o'zgarib ketar ekan bu yerda. Yomon fikrlardan, yomon insonlardan uzoq yuring. Sabrli bo'ling, kuchli bo'ling. Sizga hozirgi sinov berib turganiga sabr qiling, Allohga shukr qiling. Mana shundan keyin inshaalloh hayotingiz o'zgarib ketadi deb turibdi. Sabr etingiz. Tag'in va yaxshiroq taqdim etadi sizga. Shundan keyin yaxshi kunlar taqdim etadi deb turibdi. Faqat Allohdan so'rang, zolimlarning qavmidan meni Allohim o'zing qutqargin, o'zing menga ko'mak bergin deb turing. Shaytonning yo'lidan bormangiz deb turibdi bu yerda. Fitnachi, g'iybatchi insonlar bilan gap qilmang deb turibdi. Gaplashmang deb turibdi. O'zingiz ham fitnachi, g'iybatchi bo'lmang deb turibdi. Alloh taolodan yordam so'rangiz deb turibdi. Hozirgi munosabatlarda ham, munosabatda ishda yaxshi bo'lmasayotgan ekansiz. Unga ko'p yordam berdim, uni yoniga o'tirdim. U yiqilgan paytda menga suyandi, men unga yordam qildim deyapsiz. Endi o'zini ko'targandan keyin u o'ziga meni mensimayapti-da, o'zini yo'liga davom etib turibdi. Men orqaga qoldim deb turibsiz. Chunki yiqilgan odamga siz yordam bergansiz, u erkakka yoki ayolga. U o'sha tiklanib olgandan keyin aytadi-yu, itam o'zini egasini nima deydi, ana shunaqa narsaga xudiki tengday bo'lib turibdi. Itam o'z egasini qopadimi, nima deydi, mana shunaqa. Siz unga yordam berdingiz, ish bilan ta'minladingiz yoki pul taraflama yordam qildingiz, yoniga o'tirib oldingiz, yoniga turib berdingiz. Endi ular o'zlarini oyoqqa turgandan keyin esa sizni mensimayapti, oyoq uchi bilan ko'rib turibdi. Endi shunga siqilib turibsiz. Ana shu uchun ham Alloh taologa topshirib qo'ying deb turibdi kitobimiz. Ularni hammasini Allohim o'zi jazosini beradi deb turibdi. Sizni hayotingizda bir yaxshi do'st, yaxshi inson paydo bo'ladi. U ketganga endi siqilmang. U shunaqa odam bo'lgan. O'sha uchun ham juda ham siqilib qolgansiz. Yoniga bo'ldim, dalda bo'ldim, hamma narsani qildim, qo'limdan kelgancha yordam qildim. Lekin u o'sha oyoqqa turgandan keyin meni oyoq ustiga ko'radigan bo'ldi deb juda ham siqilib qolgansiz. Iymon, insofi yo'q odam. U uchun do'stlashish yoki yaqiningizga olish o'sha xatarli bo'ladi. Mana shu yerda bitta yiqildingiz va mana shu yerda o'zi sizga dars bo'lishi kerak deb turibdi. Sog'ligingiz uchun ko'raylik, sog'lik uchun ko'rsak. Hozirgi vaqtda sizni sabringizni Allohim sinab turibdi. Qaysidir dardlar bilan sizga dard bergan o'sha bilan sinayapsiz. Yana iymoningiz kuchli bo'ladi bunda. Yana iymoningiz kuchli bo'lib turadi. Sizga shifolanish, endi ayrimlar insonlar yotib qolgan bo'lishi mumkin, pastel rejimda bo'lishi mumkin, ayrim insonlar esa holsiz, juda ham ish qilgisi yo'q, faqatgina yotsa xayolida. Mana shunaqa insonlar ham bor ekan. Kimgadir girja disk, bel og'riqlari bor ekan, oyoq og'riqlari bor ekan, shamollashlar, girja disklar bor ekan, kimlargadir bir yuragida og'riqlar bor ekan, yuragida sanchishlar, og'riqlar, kechalari uyqulari yaxshi emas, siqilib qolish, bosh og'riqlar, uyqusiz tunlar yashab turibsiz, asab nervdan bo'lib turibdi.
ichingizda qandaydir yomon kasalim bormi deb turibsiz. Yo'q, unaqa yomon kasallik yo'q deb turibdi bu yerda. Bir ishni boshlasangiz, mana shuni natijasini ko'rmasdan qolmas ekansiz. Shunaqa qaysarroq inson ekansiz. Ishda ko'rsak, ish yo'llaringizda bu yelkadagi hamma problemalar o'zingizda qiyinchiliklar olib keladi. Ozgina o'zingizni erkin tuting ekan. Nimadirlar bu yerda nimadirlar boshlamoqchisiz, siz qayerdandir bir joy olmoqchisiz, bir nima ish qilmoqchisiz, bir biznes boshlamoqchisiz, nimadir joy olib shu ishni qilmoqchisiz. O'sha ishim xayrli bo'ladimi degansiz. Yoki tikuvchilik yoki magazin yoki tadbirkorlik yoki boshqa bir joy olib bir nima qilmoqchisiz. Xayrli bo'ladi. To'g'ri yo'lda bo'lsangiz, hamisha sizni yo'llaringiz ochiladi. Birinchi navbatda ishda bu yerda ota-onangizni rozi qiling deb turibdi. Ota-onangizni rozi qiling, ota-onangizga ikkita non ko'tarib borib, ularni duolarini olishlaringiz kerak ekan. Qaysi ishni boshlashdan oldin duolarini olishlaringiz kerak ekan bu yerda. Safarga chiqadigan insonlar bor ekan, natijasi xayrli bo'ladi. Alloh taologa tavakkal qiling deb turibdi bu yerda. Yana ko'ramiz. Siz bir ishni boshlamoqchisiz, bir ish qilmoqchisiz, kimdandir fikr olmoqchisiz. O'shanga aytib qolasiz. Bu so'z fikringizni kir natijasini beradi, tushundingizmi? Bu degani kimgadir bir oldindan boshlamagan ishing uchun kimgadir maslahat so'raysan, u qanaqadir energiyada sizga javob beradi yoki ichida aytadi, bu ish o'xshamaydi, o'xshamasin ilohim deydi. Ana shu ishingiz o'xshamaydi. Ana shu uchun hammaga ham ishonaverib ichingizdagi gapni aytmang. Xoh yaqiningiz, xoh nimangiz bor ichida qandaydir nimadir bo'ladi ichida. Ana shu birinchi aytgan insoningizga ichida qandaydir bir qizg'anchiqlik bo'ladi, ko'ra olmaslik bo'ladi. Mana shu uchun o'sha ishni boshlamoqchisiz, o'shani aytdingizmi, o'sha narsa o'xshamaydi. O'zingiz ham bilasiz buni. O'sha uchun ichingizda sir saqlang, aytmang. Xoh yaqiningiz bo'lsa, xoh uzoqingiz bo'lsa, hech kimga aytmang. Ishni boshlang, ishingizni qilavering. O'shalar bo'ladi keyin. Kerak emas deyapti. Hammaga ham gapirib aytib o'tirish. Sadaqa bersangiz deyapti. Mulkingiz, ne'matingiz ko'p bo'ladi deb turibdi bu yerda. Qancha sadaqa bersangiz, ehson bersangiz, nimangiz, rizqingiz, yana mulkingiz, ne'matingiz ko'p bo'ladi. Yomon fikrlarni miyangdan chiqarib tasha birinchi o'rinda deb turibdi. Birinchi o'rinda miyangdagi fitna gap so'zlarni chiqarib tasha. Har xil gap so'zlarni chiqarib tasha deb turibdi. Hozir boshlanayotgan ishingiz foydasini ham ko'rmayapsiz, zararini ham ko'rmayapsiz. Shunaqa holatda turib qolgansiz. Shunga e'tiborliroq bo'ling. Ishda ozgina e'tiborliroq bo'lishingiz kerak. Chunki foydasini ham ko'rmayapsiz, zararini ham ko'rmayapsiz, shunday tekis holatda ketib turibdi. Bu уже oxiri minusga kirib ketishingiz ehtimoli bor. Shu uchun ham bir ishga ehtiyotliroq bo'ling. Mas'uliyatli bo'ling. Yaxshi, shu yoningizdagi masalan ishchiga e'tiborliroq bo'ling.
Bu hozir kitob ochganim ko'p kishi yuklanib qolgan, ko'p kishini boshi og'riydi, ish qilgisi yo'q, mana shunaqa holatda turibdi. Chunki уже og'irlashib qoldim. Necha yilga pullar bu yerga qo'yganim turibdi hali. 2024-yilda qo'yganman shu pullarni ichiga. Bu yo'lda borib turibsiz, natijalarga erishasiz, Xudo xohlasa. Bu yo'lga yurayotgan yo'llaringiz xatarsiz bo'lsin ilohim. Xatari yo'q. Munosabatlar ham hozirgi vaqtda mana shunaqa alg'ov-dalg'ov, chalkashlik bilan turibdi. Bunda esa juda ham hozir nastroyeniyangiz yo'qolib qolgani, siqilib qolganingiz. Chunki o'zingiz bu narsani xohlamagandingiz. Chunki u sizga ko'p va'dalar bergan, oxirigacha turib beraman sana oldinga degan. Shu uchun ham siz juda ham siqilib qolgansiz. Chunki oyoqqa turgandan keyin u munosabat bo'lishi mumkin yoki ishda bo'lishi mumkin, yaqin insoningiz bo'lishi mumkin, dugonangiz bo'lishi mumkin yoki aqlingizdagi inson bo'lishi mumkin. Shu holat bo'lib turibdi bu yerda. Oyoqqa turgandan keyin mensimayapti u kishim. Mana shunaqa holat, vaziyatlar bo'lib turibdi. Keyin kecha kunduz vaqtingizni faqatgina zikr bilan davom ettiring. Yurib turibsizmi? Salovatlar aytib yuring ekan. Mas'uliyatsiz bo'lmang. Bir narsani boshladingiz, mas'uliyat bilan boshlang deb turibdi. Mas'uliyatli bo'lishingiz kerak ekan. Hamma narsani vaqt ko'rsatadi. Vaqtga tashlab qo'ying. Men haqman. Haqligingizni ko'rsatishga harakat qilmang, Allohga tavakkal qiling, Allohga topshiring. Bu yerda aytib turibdi, qadringni bil deyapti. Qancha qilganing bilan qadringni bilmayapti. O'zing qadringni bilmasang, boshqalar qadringni bilmaydi deb turibdi bu yerda. Hamma o'ziga keraklisini oladi. Endi qaysi ma'noda? Munosabatda, ishda, oilada, nimada bo'lsa, o'shani aytib turibdi bu yerda. Ko'p yalinma deyapti. O'z qadringni bilgin. Ko'p yalinma. Qo'yib yubor hammasini. O'z yo'liga ketsin. Ko'p yalinma. Ko'p siqilma, ko'p ko'z yoshlar qilma. Qancha yalinganing bilan o'zingni yer osti qilib turibsan. Normalni yashagin, o'rningdan tur. Tashlab ketgan bo'lsa, siqilib o'tirma, yig'lab o'tirma. Tur o'rningdan, ishingni qil, o'zingga qara. O'z ustingda ishla deb turibdi bu yerda. Yashashing kerak. Kimlar deb ko'z yoshlar bilan siqilib o'lib ketishing kerak emas yoki latta bo'lib ketishing kerak emas. Sen kuchlanishing kerak, yashashing kerak, farzandlaring uchun, ota-onang uchun yoki boshqa insonlar uchun yashashing kerak. Bu yerda siqilib o'tirib yig'lab kimlarnidir qo'liga latta bo'lib yig'lab o'tirish kerak emas deb turibdi. Tur o'rningdan. Hayotda, kelajakda o'z o'rningni topishing kerak. Kimgadir yuk bo'lib yashamaslik kerak deb turibdi. O'sha uchun o'zingiz oyoqqa turishingiz kerak. O'rningizdan turishingiz kerak. Tiklanishingiz kerak o'zingizni. Hamma ishni nimasi bo'ladi? Javobi bo'ladi deb turibdi. Chorasi bo'ladi inshaalloh deb turibdi. Mehnat qildim, itday yugurdim. Hech kim meni qadrimni bilmadi, hech kim rahmat aytmadi deyishingiz mumkin. Har xil vaziyatlarda, har xil holatlarda turibsizlar. Mana shunaqa bo'lib turibdi bu yerda hozir. O'sha uchun ham siqilib qolib, latta bo'lib o'tirmasdan karyerangizni qiling, ishingizni qiling, ko'tariling. Yana hammasi o'z o'rniga tushadi. O'zlarini katta tutadiganlar yana qaytib keladilar ular. Buni sizdan chiqarmang.
Yana siz o'zingizni ko'targaningizdan keyin ular yana yoningizda, atrofingizda yana parvona bo'lib, yana keladilar ular. Mana shunaqa holat bo'lib turibdi. Hammasi Allohimdan, Allohim sababchi qilgan. Biza o'zlaringiz uchun adelni ochtirmoqchi bo'lsangizlar, bu shifolanish kitobi. Shifolaninglar, yengil bo'linglar. Ochganimdan keyin shifolanish yengilgina bo'linglar. Ilohim hammalarning xonadonlaringizga tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik, xursandchilik bo'lsin ilohim. Sog', salomat bo'linglar.